أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum savoqdoshlar. Bugungi darsimiz tamyiz, ya'ni shu mansubat, tushuntirib ishlab chiqqan ismlarning eng oxirgisi, ya'ni tamyiz haqida to'xtalamiz. Hamda tamyiz arab lug'at ma'nosi farqlantirish degan ma'noda mayyaza yumayyizu filining masdari. Tamyiz degan bu masdardan mumayyiz maqsad qilinadi. Hamda tamyiz bu bir necha xil tamyiz o'rnida tamyiz, tabiyin, tafsir bu üçü ma'nodash. Hamda tabiyin mubayyin, tafsir mufassir, tamyiz mumayyiz ma'nosi bilan ishlatiladi. Hamda mushu tamyiz odatda tamyiz degan nima, tamyiz necha qismga bo'linadi, tamyizning omili nima degan haqida to'xtalamiz. Anda tamyiz degan nimitdi degan vaqtimizda tamyiz ismun bima'na min mubinun nakira yunsabu tamyizan bima qad fassara kashibrin ardan wa qafizin burran va manvayn asalan wa tamran degan o'xshash. Endi tamyiz degan nimada? Tamyiz ismun bima'na min mubinun nakira. Tamyiz degan min ma'nosini o'z qatiga olgan, o'zining oldidagi mubahamlikni bayon qilib beradigan, iniqsiz ulab kelgan ism bo'lib, bu tamyiz o'zi uni tafsir qilib bergan mufassirning sababi bilan tamyizlikka asosan nasb qiladigan ism. Mesela bir g'irik zemin, bir tağa buğday, ikki manni hasal va xurma degan o'xshash. Endi biz bu yerga qaraydigan bo'lsak, tamyiz degan nima ekan? Tamyizga ismun, ism emas, u fil emas, harf emas. Ism degan tamyiz. Bima'na min ma'nosini o'z qatag'an. Chuqum tamyizda min ma'nosini o'z oladi. Ama çünkü halda fi ma'nosi o'z qatag'an o'xshash, bunda min ma'nosi o'z qatag'an. Mubinun ma qabla o'zining oldidagi huquqsizlikni bayon qilib beruvchi bo'ladi. O tamyiz birincisi min ma'nosi o'z qatag'an deb, ikkinchisi o'zining oldidagi huquqsizlikni bayon qilib bersin deb, uchinchisi o nakira. Yunsabu uni tushuntirishlar keladi, tamyizlikka asosan tushuntirishlar keladi. Uning omili nima desa, tamyizning omili mumayyiz. Bima fassarahu, o tushuntirishlar keladi, nasb qiladi. Shu tamyiz tafsir qilib bergan narsadan tamyiz tafsir qilib bergan narsa mufassir bo'ladi. Tamyiz mufassir ma'nosida bo'lganligi uchun. Masalan, bir g'irik zemin deganga o'xshash. Mishada shibrin hamda tamyiz cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Tamyiz mufrad va tamyiz jumla deb. Amma tamyiz zot va tamyiz nisbat, tamyiz malfuz va tamyiz malhuz o'xshash. Tamyiz mufrad uning yana bir qismi tamyiz jumla bo'ladi. Ikkinchi tamyiz zat yana uning bir qismi tamyiz nisbat bo'ladi. Uchinchi tamyiz malfuz, uning yana bir aksi tamyiz malhuz. Mayli tamyiz malfuz deyil deb atalsin, mayli tamyiz zat deb atalsin, mayli tamyiz mufrad deb atalsin, bu uchdan bir narsa maqsad qilinadi. Ikkinchi qismi tamyiz jumla, tamyiz nisbat va tamyiz malhuz. Bu üçten bir narsa maqsad qilinadi. O o'xshash üçü bir narsaning üç xil atalg'usi ishlatilgan. Anda da tamyizi mufrad deganda nima desa, bunda mumayyiz cho'qim jumla emas va shibl jumla emas deganni ko'rg'ili bo'ladi mumayyizdan. Endi
temizi zat deb atalishi chunki buningda mumayyiz mahsus bo'lgan narsa bo'ladi, his qilinadigan bir ism bo'ladi degan bo'ladi. Ama temizi melfuz deb atilib turgan masalada cho'qim buningda mumayyiz labzi qilinib talaffuz qilinguchi bo'ladi degan bo'ladi. Ammo temiz nisbat deganimiz uchun bu yerda mumayyiz cümledeki ma'lum bir hukm bo'ladi. Ya'ni masalan taba zaydun nafsan desak, zayd nafs tarafdan pok bo'lsak, pokiza bo'lishning zayddan nisbat deb ishidin bo'ladi bu yerda mumayyiz. Yoki tamizi cümle deganimiz mumayyiz buningda cümle oldu mufrad emas demakchi. Tamizi malhuz degani mumayyiz muloyiza qilinadi, labzi qilinmagan degan nuqtadan shu ulamolar ba'zilar tamizi malhuz deb atsa, ba'zilar tamizi nisbat deb atsa, ba'zilar tamizi cümle deb atab qo'ygan. Xuddi ba'zi tamizni mufrad deb atsa, ba'zilar tamizi zat va ba'zi ulamolar tamizi malbuz deb atagan o'xshash. Bunda har qanday farq yo'q. Bu faqat bir istilohiy atalg'i xolos. Anda bo'lsa shu tamiz mufrad deb ko'rsak, tamiz mufradda mumayyiz cho'qim 4 narsaning birisi bo'ladi. Mumayyiz yoki adad bo'ladi, san. Yoki miqdor ismi bo'ladi. Bu miqdor ismidan 3 narsa maqsad bo'ladi. Miqdor ismi deganimiz uning qanchalik ekanligi ma'lum olat bilan ölçülüntüqanı demekçi. Mesela mesahat isimleri, kayl isimleri, vezn isimleri ve adet. Yani 4 olur. Şuna temiz mufradda mumayyiz, temiz mufradda mumayyiz ya adet olur. San. Mesela Ca'a şirun desek, 20'si geldi desek, mişede 20'den nimesi geldi? 20 tane er geldi mi? 20 tane ayal geldi mi? 20 tane koyu geldi mi? 20 tane kalı geldi mi? Ya 20 tane balık geldi mi? Kulu olmaydı. Ya şirune raculen ise 20 tane er tuttu. Kendini ayal emezken ya onun gayri emezken de raculen mişede şirun degen sanni farklandırıp durdu. Onu bayan kıp durdu. Şuna şirune raculen temyiz, yani onun ismi mumayyiz, farklandırıcı. Şirun mumayyiz, farklandırıcı oldu. Bana bu mumayyiz, farklandırıcı adet oldu. İşimizin sebebi şu. Ya bu farklandırıcı külem ismi oldu, mesahat. Mesela benim 100 kvadrat metrim bağlısı, 100 kvadrat metre yer demekçi. Külem isminden de mesahat adette şu bir gariç men için bir gariç bağdat koysa bir gariç nime var? Bir gariç rehva demekçi mi? Bir gariç yava demekçi mi? Ya ki bir gariç başka bir nesine bağ demekçi mi? İne kılmaz. Şuna mesahat isimleri, külem isimleri adette bu mumayyiz olur. Yani bunu mesela iştiraytu ziraan desek, ben bir gez nasıl setip aldım desek, bir gez nime setip aldı? Okul olmaydı. Bir gez rak setip aldı mı? Bir gez ya setip aldı mı? Ya ki bir gez başka bir narsa setip aldı mı? Bunu okul olmaydı. Şuna bana bu çıkınızı külem isimleri mesahat, külem isimleri mumayyiz farklandırılgıcı budur. Üçüncüsü kemcel isimleri. Hem de buralarda kemcel, 1 kilo kemcel, 2 kilo kemcel gendek. Mesela mende 4 sa bağ desek, 4 sa nime? Sa degen bu keyl ismi olurdu bu. Kemcel ismi olurdu. 4 sa buğday bağ, 4 sa buğdayan bağ, 4 sa altın bağ, kümüş bağ degendek kemcel isimlerini. Hem de altın kümüş koy vezni isim. Mesela buğday bağ degendek. Ben de hazır mesela bir sandık bizden öyle bir sandık benim var desek neme o bir sandık okul olmaydı. Şunlaşka bir yerde ama şu kemcel isimleri şu mumayyiz oldu. Dördüncüsü yani şu vezni isimleri yani
bir narsa ig'irlik ismlari mumayyaz bo'ladi. Masalan, men 2 kilo sotib oldim desa, 2 kilo nima sotib oldi? 2 kilo olma sotib oldimi? Nashf sotib oldimi? Go'sht sotib oldimi? Un sotib oldimi? Bu uqumsizlik bo'ladi. Men ishtiroyda kilogramm lahman desakchi, o'cham 2 kilo go'sht sotib oldim. degan shu go'sht lahman ashada mumayyiz bo'ladi. 2 kilo degan gap ashada mumayyiz bo'ladi. Demak, tamyiz mufratda farqlantiruvchi 4 narsaning birisi bo'ladi. Deyishimiz sababi mana shu. Endi tamyiz nisbatda tamyiz nisbatda yoki tamyiz jumlada farqlantir. Tamyiz buningda cho'qim adati ya fa'ildan yo'tkalgan ism bo'ladi, ya maf'uldan yo'tkalgan ism bo'ladi. Endi tamyiz mufrat, tamyiz jumlada buni jumla desakmi, nisbat desakmi bo'ladi. Bunda mumayyiz farqlantirilguchi cho'qim jumladagi nisbat hukm bo'ladi. Bu cho'qim eg'izi talaffuz qilinmaydi. Uni ko'z bilan ko'rilmaydi. Xatda o'qib yozilmaydi. Eg'iz bilan talaffuz qilinmaydi. Muloyiza qilindi bir hukm xolos. Masalan, mashhur misol Taba Zaydun desak, Zayd pak bo'ldi desak, Zaydning kiyimi pokiz bo'ldimi? Zaydningki badallari pokiz bo'ldimi? Ya ichki dunyosi, ruhiyati pokiz bo'ldimi? Shirklardan, har xil xato aqidalardan, e'tiqodlardan pak bo'ldimi? O'qilmaydi. Taba Zaydun nafsan desak, Zaydning vujudi pokiz bo'ldi degan bir ma'no chiqadi. Shunlashqa tamyiz mana bu nisbatda mumayyiz jumlaning hukmi bo'ladi deyishimiz. Tabi Zaydun desak, bu pokiz bo'lishning Zaydga nisbatida hukmsizlik bor. Mushu hukmsizlikni nafsan yo'qitadi. Shunga tamyiz nisbat yoki tamyiz jumla yoki tamyiz malhuz dedik. Buning mumayyiz jumlaning hukmi ashirki bir nisbat bo'ladi dedik. Endi mumayyiz nima bo'ladi deganda tamyiz mufratda mumayyiz har qanday narsa bo'la oladi. Faqat tamyiz mufratda mumayyizning doirasini bekitamiz. Mumayyizning doirasi 4 narsa bo'ldi. Adat bo'ldi yoki masahat bo'ldi yoki kayl bo'ldi yoki vazn ism bo'ldi. Yoki shunga o'xshab ketganlar bo'ldi. Endi tamyiz nisbatda biz tamyiz nisbatda mumayyiz muloyiza qiladi, ammo buni tamyiz ikkiga bo'linadi. Tamyiz buni mumayyiz muhavval, mumayyiz g'ayr muhavval deb ikkiga bo'linadi. Ya'ni tamyiz mumayyiz muhavval degan demarsa, u mumayyiz muhavval min al-fa'il, mumayyiz muhavval min al-maf'ul bo'lishi. Ya'ni uning tamyiz yoki fa'ildan yo'tkalgan bo'ladi yoki maf'ulun bihdan yo'tkalgan bo'ladi. Ammo bir bilik ulamolar uning mumayyiz yoki mubtadadan yo'tkaladi deb buni o'tirib qo'ygan. Ammo musannif rahimahulloh buni tilg'amagan. Ya'ni mumayyiz buningda ya fa'ildan yo'tkaladi yoki maf'ulun bihdan yo'tkaladilar dedi. Ama mubtadadan dedi. Lekin bir bilik ulamolar ham buni o'tirib qo'ygan. Masalan, yine şu meşhur misalimiz qaysak, Tabi Zaydun nefsen desek, nefsenlik meşhur nefsen tamyiz bu mumayyiz muhavval min al fa'il. Fa'ilin yo'tkalgan mumayyiz bu. Asli tabat nefsu Zaydin, Zaydning nefsi pak bo'ldi, vujudi pak bo'ldi degan bo'ldi. Yoki bu odatda fa'ildan yo'tkalgan bo'ladi dedik, maf'ulun bihdan yo'tkalgan yerlarim bo'ladi. Masalan, maf'uldan yo'tkalgan misolni ko'rsak, va fajjarnal arda uyunan desak, mishada uyun mishada tamyiz asli maf'ulun bihdi va fajjarna uyunal ard zimin buloqlarini biz etilib chiqardik, yardik degan mazmunda. Shunga mumayyiz, buning mumayyiz asli ya fa'ildan ya maf'uldan yo'tkalgan bo'ladi. Endi Muhammad akbaru minni sinnan desak, Muhammad mendan yoshda cho'ngroq dedik.
Anda olsa sinnen degen meşeriki temiz. Bu temizne birbirlik ulamalar deydi, muqtadın yötkelgen deydi. Ama İbn Malik Katarlık birbirlik ulamalar bunu asli yani temiz, asli fail. Ama bu asli şu ekber degen ismi tabzilini asliga qaytırgan vaqtimizda fail ötdi, şunu failden yötkelgen deymiz. Asli kabura Sinni Muhammed'nin eşi meninkiden çoğ degen buttu deydi. Ama birbirlik ulamalar bunu muqtadın yötkelgen Sinni Muhammed ekberu min sinni. Muhammed'nin eşi menin eşimden çoğrak degen butu muqtadın yötkelgen deymiz dedi. Şunlaşqa temyiz nispette mumeyyiz ya faildin ya mef'uldin ya muqtadın yötkelgen desek buludu. Endi bu işkiga bilindik temiz nispette mumeyyiz muhavvel ay Muhammed mumeyyiz gayr muhavvel deb işkiga bilendi. Endi mumeyyiz gayr muhavvel bu bir narsadan yötkelgen bo'lmaydi. Uni ma'lum bir narsadan biz yötkeldi deb qaramaymiz. Mesela biz adette ma ekbere Muhammeden raculen Muhammed nimi degen katta taraftan erlik tarafından erlik asaytinden desek raculen bir narsani yötkelgen emas. Şuna mumayyiz bununda ya yötkelgen buldu, yötkel sondaq buldu, bo'lmasa temizlik asosan keldi deymiz, bir narsani yötkelmegen deb qaraymiz. Mana bu temiz bizning to'xtalganimiz temiz ikki qismga bo'lendi. Temiz mufrad, temiz jumla. Buni da mumayyiz va mumayyaz va temiz jumlada mumayyiz va mumayyazlarni tushundik. Endi kitobda Musannif rahimahullahning keltirgan misoli kashibrin arzan va qabizin burran va manwayni asalan va tamran degan misoli bu temiz mufradning miqdor ismlariga keltirgan misoli. Bir g'arik zimin bor. Kashibrin arzan. Mana desek mesela arzan şibri degan bir g'arik degan gapniki temizi bo'ldi. Bir tağa desek bir tağa buğdayda burran qapizningki temiz bo'ldi. İşki manna desek bir manna degan hamda odatda shu 250 gram atrofidagi bir narsani ko'rsatgan odatda shu manna degan bir ig'irlik birlikka urib bu. Hamda bu shu bir man ikki manna hasal va xurma bor desek mana bu odatda vaznini ko'rsatadi. Shibri arz masahatga misol, qapiz burran bu kayl kamchalga misol, manvayni bu vazniga misol. Demak, adad kin so'zlanadi. Shuning bilan tamiz mufrad ki mumayyiz 4 qismga bo'linadi demakchi. Şuna anda o'zi tamiz degan nima ekan? Tamiz degan, ya'ni baytni bir qayta bir tarjima qilib etsak, tamiz deganimiz min ma'nosini o'z qatiga olgan, o'zining oldidagi uqumsizlikni bayon qilib beradigan, iniqsiz bo'lgan ism bo'lib, o'zi uni tafsir qilib bergan mumayyizning sababi bilan tamizlikka asosan nasb tushuntirishlar qilgan ism dedik. Endi biz bu yerda tamizning nakira dedik. Navoda ma'rif olsa tamiz bo'lalamdi, bo'lanmamdi desa bo'lanmaydi. Mesela azar racul tahirun qalbahu. Bu pak bo'g'uchidir u o'zining qalbi jihatda dedik. Endi bu yerda azar racul mubtada, tahirun xabar, tahirunun tegidagi zamir, ar-racul qaytidu fa'il, qalbahu'nun buludu tamiz bo'lsa, ya qalbi muzaf, o'zini muzaf qilayotgan bu tamiz emas. Bu nima meselesi? Mef'ulun bihi meselesi. Ya tahir degan suftu mushabbah deganning mef'ulun bihi kelmaydi. Anda olsa hazar racul tahirun qalbahu degan mef'ulun bihi emas. O mef'ulun bihiga o'xshaganlik asosan nasb qilgan deymiz. Shu qalba mansub ala tashbih bi mef'ulun bihi deymiz. Mef'ulun bihi o'xshaganlik asosan nasb qilib kelgan ism deymiz. Bu navbatda ismi tafsir babı chiqqanda tafsir bu vaqtda to'xtalamiz. Endi min ma'nosini o'z ichiga olsin degan gapdan holdan ehtiroz bo'ldi. Hol fi ma'nosini o'z ichiga oldi. Holda bunda qilgan holatda, bunda qilgan holatda deb ma'lum.
Şuna fi min ma'nosini o'z ichiga oladi. Endi o'zining oldidagi mazmun hukmsizlikni bayon qilib bo'ladi. Anda bo'lsa o'zining oldidagi hukmsizlikni bayon qilib bermasa tamiz bo'lmaydi. Nakir bo'lgan bilan. Masalan, la rajula fiddari desek, la rajula fiddar hovlida Allah'da yok, erdin katli yok, erdin hiç şey yok degan bo'ldi. Bunun şeyde la rajulamu demek min ma'nosi var. La rajula asl la ahadan min rajul. Yoki la min rajulin fil dari. Hovlida erdin yok degan bo'ldi. Ammo lekin u bayon oldiki bir narsani bayon qilib kelmadi. Şunlaşqa bu fakat istig'roq uchun keldi, ya'ni umumlashtirish ma'nosi uchun kelganligi uchun men yerda shuni biz yana nima degan bo'lmaydi, tamiz degan bo'lmaydi. Endi navbatda tamizning i'robiy masalasiga kelgan vaqtimizda tamiz bayon nasb o'qiladi dedik. Tamizni biz nasb o'qiladi. Tamiz mufrati tamiz 3 xil holat ishlatiladi. O nasb o'qilsin bo'ladi. Masalan tamiz adat bo'ladi mustasno. Tamiz adat sanning tamizi o ya nasb o'qiladi yoki jar o'qiladi. 3dan tortib 10gacha bo'lganlarning va 100 va 100ning yuqorisi sonlarning 100 va minglarning tamizi kasr o'qiladi. Ama 11'den başlap 99 bo'lgan sonlarning tamizi nasb o'qiladi. O ayrı mesele. Lekin onundan başka temizlerninki mumeyyizlerinin temizi ya nasb o'qiladi yoki majrur kasr o'qiladi. Kasr o'qilishi ya izofa sabab bo'ladi yoki harf jar bo'lgan min orqali bo'ladi. Ikki holatning biri bilan kasr o'qiladi. Masalan, ishtiraytu kilogrammayni desek, ben 2 kilogram satib oldik desek, nimidan? Masalan, oruzdan desek, ben 2 kilo guruch satib oldim desek, odatda mishada kilogrammayni degan bir shu mumayyiz bo'ldi, oruzdan tamiz bo'ldi. Endi biz mishada buni ziruq saqma bo'ladi. Muzafilay qilib nasb o'qsak mı bo'ladi? Harf jardan keltirsak bo'ladi. İştiraydi kilogrammay uruzin iştiraydi kilogrammay uruzin ular muzafilay olsun bo'ladi. Ya iştiraydi kilogrammayni min uruzin yoki zivara qilsin bo'ladi. İştiraydi kilogrammayni uruzdan ism bo'ladi. Yoki masalan İştiraytu sunduqayni desek, ben 2 sanduq satib oldim desek, nimidan? Tuffahan. İştiraytu sunduqayni tuffahan. İştiraytu sunduqay tuffahin. İştiraytu sunduqayni min tuffahin degan so'z menda kelsin bo'ladi. Shu muaqta musannif rahimahullah mundaq deydi. وبعد ذي ونحوها جروره إذا أزبتها كمد هنتة غذاء والنسب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. Yani buna temiznin izafet arıqlıq cer oquluşunun durus buluşu ve temizliğin izafet arqılı zır oquluşunun şərti haqqında toxtunumuz. Ba'dizi muşladın ki, yani qası temiz mumayyiz mesahat olğan, yoki mumayyiz kayl olğan, yoki mumayyiz vazn olğan muşu mumayyizlerden keyin ve nahva ve o mumayyizlerinin oquşlardan keyin mumayyizning o'qishlo'n masalan shibil miqdor deymiz, bayonqi miqdor ismlari masahat vazni kayl degan miqdor ismlari va miqdor ismlariga o'xshab ketgan ismlar, shu o'xshab ketgan shuning o'xshashlaridan keyin u tamizni zir o'qul yuqorqi ismlarni muzaf keltirsin.
Şu mumayyizni muzaf qilsangiz tamizni ziruqon dedi. Bey onu biz misal so'zlab bo'ldik. Masalan, muddi hintatin g'iza. Bir mud buğdaymi g'izadir. Muddi hintatin g'iza. Asli bir muddim yani mudda mana bu bir vazni bir mud kamchal ismi bo'ldi. Bu mudaf hintatin muzafin ilay tamiz ziruqildi g'izan xabar. G'izaun asisi bir mud buğday g'izadir degan bo'ldi. Endi shart chuqum şu temiz muzafillaylik asasen zir o'qiladi. Muzafi chuqum mumayyiz bo'lish kerak. Ammo muzafi mumayyizdan g'ayri olib qolsa bo'lmaydi. Mumayyiz bir narsaga muzaf bo'lib, uningga temiz muzafilay o'tgan ish bunda bo'lsa bo'lmaydi. Va nasbu ba'da ma uzifa vajaba. U mumayyiz muzaf qilinib bo'lgandan keyin nasb o'qish vojib bo'ladi. U tamizni bir vosita demakchi o'g'ri bu yerda va nasb ba'da ma uzifa vajabadan bo'lgan murad tamiz bir vosita mumayyizga muzaf ilay bo'lsa nasb o'qish zir o'qilsa bo'ladi. Ammo mumayyiz u bir vosita tamizga muzaf bo'lmay boshqa bir narsa tamizdan g'ayriga muzaf bo'lgan chaqda u chaqda tamiz mumayyizdan g'ayriga muzaf qilay bo'lib bunda kelmaydi. Bu chaqda nasb o'qilishi vojib bo'ladi deymiz. Va nasb ba'da ma uzifa vajaba degan mana shu. Ya'ni u muzaf qilay bo'lib bo'lgandan keyin shu nasb o'qish vojib bo'ldi. An-nasb ba'da ma udif bir narsadan keyinki izof qilindi u narsa u mumayyizga. U mumayyizga tamizning g'ayri izof qilingandan keyin tamizni nasb o'qish vojib. Bir vosita mumayyizning muzofili bilan mag'achqa. Masalan, agar u mil'ul ardi zahaban deganga o'xshash. Agar bo'lsa u mil'ul ardi zahaban deganga o'xshash. Zimin toshquchilik altın taraftan deymiz. Zimin toshquchilik altın taraftan desek, mesela mil'u shibil miqdar. Miqdar ismi emas, ama miqdarga o'xshatgan ismning qatoridan bo'ladi. Mishada zahaban endi mil'u arzi zahab degan bo'lmaydi. Nimishqa mil'u zahabin degan bo'lsa bitta. Mil'u zahab deb mil'u zahabat altın toshquchilik desa bitta. Menda zimin toshquchilik altındir degan bo'ldi. Menda mumayyiz bo'lgan mil'u bir vosita zahab degan tamizga muzaf bo'lmay, tamizdan g'ayriga muzaf bo'ldi. Bu chora tamizning nasb o'qilishi vojib demakchi. Shunga buningda shu miqdorni bildiradigan so'z tamizning g'ayriga muzaf bo'lmasligi kerak. Miqdorni bildiradigan so'z tamizdan g'ayriga muzaf bo'lganda tamizning nasb o'qilishi vojib deb qaraymiz. Tamizning nasb o'qilishi vojib yoki har bir jar bo'lgan min bilan oshkor zir o'qilsa bo'ladi. Mana bu yuqorgi tamizningki i'robi haqida to'xtalamiz. Endi navbatda yana shuning tamizning ismi tabzildan keyin kelgan tamizning hukmi qanday bo'ladi va piri ta'ajjubdan keyin kelgan tamizning hukmi qanday bo'ladi degan haqida to'xtalamiz. Endi ismi tabzildan keyin kelgan tamizning hukmiga va piri ta'ajjubdan keyin kelgan tamizning hukmiga kelgan vaqtimizda Musannif rahimahullah mundaq deydi. Vel fa'ilal ma'nan siban bi'af'ala mufaddilan ka'anta a'la manzila wa ba'da kulli maqtaza ta'ajjuba mayyiz ka'akrim bi Abi Bakrin aba. Beynin tercümesi ma'nan fa'illab kelgan tamizni Af'ala vazni kelgan ismi tabzil orqali mufaddil qilib nasb o'qing. Anta a'la manzilan deganga o'xshash. Ya'ni ma'nan fa'ildan maqsad ma'na jihatda fa'il o'tgan shu tamizni ismi tabzil orqali nasb o'qing. Anta a'la manzila deganga o'xshash.
va ta'ajjubni taqazzo qiladigan har qanday narsadan keyin tamiz keltiring. Va ba'du kullu maqtaza ta'ajjuban. Ta'ajjubni taqazzo qiladigan har qanday narsadan keyin o ta'ajjubni taqazzo qilgan narsa, masalan fil uslubu ta'ajjubni deymiz. Masalan ma'ab ala bir şekl bo'lgan qiyosilik shakli. Endi ta'ajjub, uslubu ta'ajjubi ikki bo'linadi. Uslubu ta'ajjubi qiyasi, uslubu ta'ajjub sama'i deb. Endi uslubu ta'ajjub qiyasi ma'ab ala shakli yoki af'il bi shakli bo'ladi. Ammo uslubu ta'ajjub g'ayr qiyasini sama'i bo'lgan shakl bu xil holatlarda masalan lillahi dahrun ya laha subhanallah degandek manda shakllar bilan ishlatilyapti. Shunga uslubu ta'ajjubni bildiradigan narsadan keyin tamiz keltiring. Akrim bi Abi Bakrin aban. Abi Bakri nima degan hurmatlik dada tarafdan. Ya'ni Abi Bakr nima degan hurmatlik dada, nima degan sehi dada degan ma'noda. Endi ismi tabzilning oldida al-fa'il al-ma'na dedi. Ma'nan fa'il dedim. Endi bu ismi tabzilning deki şu temizning ki ente ala manzilanni maqsad qilmoqchi. Siz mertebe cihatta en ali desek manzilan degan temizni a'la degan ism tabzil bilan nasb o'qidik. Endi mishada manzilanni ma'nan fa'il demakchi. Qanday ma'nan fa'il o'to desa, men abayam dedim, bu şu temiz mumayyiz muhavval babidan temiz nisbat babidan bo'ladi. Bu anta ala manzilan degan temiz nisbat babidan bo'ladi. Biz temiz cümle, yani temiz nisbat, temiz melhuz bu bir tür hesaplanadi. Temiz çok cihatçı bilgen temiz mufrad, temiz cümle kısmında hesaplanadi. Anda olsa temiz cümlede mumayyiz. Bu temiz muhavval o gayr muhavval degan. Yötkelgüçi ya yötkelmegüçi olur. Yötkelgini ya faildin ya mef'uldin ya mubtadadan yötkeludi degan bo'lsa, nehada ente ala manzilan temizin muhavval yötkelgen temizin qatarıdır. Endi buni faildin yötkeludi güçlerde qartılgan yapmam. Yani İbn Malik faildin yötkeludi degan. Bir ulamalar faildin emas, failin gayridan mubtadadan yötkeludi degan. Agar buni biz İbn Malikning qarashining aksiga chiqib turib İbn Malik'ninki bu gapini qap turib, çünkü İbn Malik'nin bu gapidan failning g'ayridan mubtadamidimi yetkilib deganlik ahsan bo'ladi. İbn Malik'ning bu gapi to'g'ri, lekin bundan yaxshirog'i failning g'ayridanmi yetkiladi, maf'ulning g'ayridanmi yetkiladi, mubtadadanmi yetkiladi desak, taxmin yaxshi bo'ladi deb qaragan ulamalar. Shunlashqa anta ala manzilanni biz bir vosita mubtadadan yetkilgan desak bo'ladi. O chaqda manziluka a'la degan bo'ldi. Sening martaban nihoyat oliy degan bo'ldi. Manziluka a'la deganki, mubtadadan yetkilgan tamiz deb ma'no qaraydi. Lekin hanidir al-fa'il ma'nan fa'il degan iboratni tushunish uchun endi biz anta a'la manzilanni İbn Malik'ning ko'z qarashida bir tushunsak bo'lmaydi. Unda İbn Malik'ning ko'z qarashida tamizi muhavval ya fa'ildan ya maf'uldan yetkiladi. Bu yerda ma'nan fa'il deganligi asli mishani manzilan degan tamiz asli ismi tabzil fildan yasalg'achqa ismi tabzilni fil holatiga qaytargan vaqtimizda ashbulning fa'ili o'tdi demakchi. Ya'ni ala ya'lu fildan yasalgan ala manziluka senin merteben ali bo'ldi deganni bildirdi demakchi kerak. Shu men ma'nan fa'ilni mush ismi tabzildan nasb o'qim deganning mazmuni shu. Demakchi o'g'ini ismi tabzildan dinkin tamiz keladi. O tamiz avval ma'nan asli fa'il bo'lib chiqqan tamiz o'tu fa'illikni yetkazgan demakchi. Endi xo'sh, o temizning ma'nan fa'ili yoki ma'nan fa'il emas ekanligining alomatini qanday bilamiz? Uni qanday uqib desangiz,
Onu o'qishning birdan bir usuli varki, aşı ismi tabzilni asli pil hal, ismi tabzilni o'zining asli pillik holatiga qaytargandan keyin aşı tamizni aşı pilning fa'il qilg'ili bo'lsa, o ma'nan fa'il qilg'ili bo'lmasa, o ma'nan fa'il emas deb qaraymiz. Mesela el-alimul amil erfa'u min zavil mali kadra deydi. Emel kılgıcı alim mal igistin kadar cihati alirak, yukurrak deydi. Mesela kadren degen temiz ma'nan fa'il deb qaraydi. Ma'nan fa'il buluş bo'lmasligining bizde bir alamet buluşdek bunun kaidesi var. Qanday o't ma'nan fa'il bo'la oladi degan vaqtimizda aş erfa'u degan ismi tabzilni az pilatiga rafa'a degan shu holga yetkizsak, rafa'ga keltirsak, unda da al-alim unda da rafa'a qadru alimil amil min zavil mal degan bo'ldi. Emel qilguvchi alimning qadri qimmati mal egillaridan yuqori bo'ldi, ali bo'ldi, ustun bo'ldi degan ma'no ekan. Unda o'zi bu fa'il bo'ladi. Anda o'zi ma'nan fa'il ekan biz deb qaraymiz qadrini. Va ba'da kulli maqtaza ta'ajjuba. Fili ta'ajjubdan kin kelgan narsani tamiz qiling dedi. Akrim bi Abi Bakr aban degan o'xshash. Mana bu aban mishada nima bo'ldi? Tamiz. Bu nasbi akrim fil ta'ajjub ala sighati fil amr. Akrim fil ta'ajjub mazi ala sighati fil amr. Fil amr sighasida kelgan ta'ajjubni ifoda etadigan fil mazi. Bi Abi Bakrdagi ba hurufi jar zaid. Abi muzaf, Bakr muzaf lahu Abi Bakr'in fa'il. Biz onu mahallen merfu deb qaraymiz. Taqdiran bu ma'na jihati Abi Bakr'in fa'il oludu, ma'nan fa'il, aban tamiz deb qaraladi. Endi undan boshqa biz akrim şekli ma afala şeklini keltirsak bo'ldi. Ma akrama Aba Bakrin aban. Ma akrama Aba Bakrin. Aba Bakrin aban. Aba Bakrin nima degan isil dadı bo'lashdi. Dadı tarafdan nima degan isil dada ha desak, buni bu joyda ma afala şeklidan keldi. Ma ta'ajjubiya bo'lib mubtada akrama Aba Bakrin aban tamiz oludu deb qaraymiz. Shuna buningki tamiz ismi tabzildan keyin kelgan til ta'ajjubdan kelgan tamizdimi? Nasbuqun til ta'ajjub bilan dedi. Anda bo'lsa aban degan tamizninki amili akrim degan til ta'ajjub, manzilan degan tamizning amili a'la degan ismi tabzil demakchi. Şuna biz bu yerda filta temizning amili nima degan haqida to'xtalgan vaqtimizda temizning amili navada bu temiz mufrad babidan bo'lsa, uning amili mumayyiz bo'ldi. Mumayyiz. Mesela mumayyiz adat olgan bo'lsa, mesela ja'ishiruna taliban desak, taliban degan temizni zibar hukmini 20 degan san shu. Shuna o'xshash. Ammo temizi jumla bo'lgan bo'lsa, mumay anida amil ya ismi tabzil oludu ya kasharga fil oludu. Shu temizdan oldiki amillar shuningki temizdan zibar hukm amil hisoblanadi. Endi navbatda temiz min bilan tamizning zuru qilishi durust bo'ladigan misollarni ko'rib o'tamiz. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi.
vecrur bimin in şi'te gayri zil adet vel fa'ilil ma'na katib nefsen tufet. Siz min arqılıq təmizin zırı oqun, əgər xalisiniz təmizin min arqılıq zırı oqun, sallanın təmizidin başqa. Ama sanның təmizini min arqılıq zırı oqunmayımız. Üçtün tatib 10-cı bolğan sallanın təmizi izafat arqılıq zırı oquludu. Yüz ve yıllarının temizliği izafet arqılıqdır oquludu. Ondan başqa sallanın təmizliği var oquludu. Çünkü sallanın təmizliğinden başqa arqındaq təmizliği xalisiniz minidən zırı oqsunuz buludu. Ve ma'nel fa'ili katib nefsen tubet. Ve ma'nen fa'il bolğan təmizliğinden başqa. Ama ma'nen fa'il bolğan təmizliği mi? Harfi jar bolğan minidən zırı oqulup bulmaydı. Çünkü təmiz tib nefsen degen o'xshash. Şu temizning nasb o'qilishi durust, harfi o muzafillar arqali izofat arqali zir o'qilishi durust bo'ldi. Masalan, ishtiraytu ritlan asalan. Men bir asal sotib oldim desak, nishada asal deganni harfi jar bo'lgan tamiz arqali izofat arqali zir o'qsaqmi bo'ladi? Min bilan zir o'qsaqmi bo'ladi? Dedik. Ishtiraytu ritla asalin. Ishtiraytu ritlan min asalin. Ritlan asalan. Şu yol durus oldu bunun da. Biz bunu aldıdan bir kızın dep bulduk. Endi min bilen zir o'qilganning misollarini ko'rib o'tdik. Endi amma min bilen zir o'qilayotgan, min bilen zir o'qilsa bo'lmaydigan tamiz biri adatlarning tamizi, ikkinchisi ma'nan fa'illab kelgan tamiz. Ma'nan fa'illab kelgan tamizning ma'nan fa'il ekanlik emas kelgan qanday o'qitib desa, u yoki tamiz, u yoki asli fa'ildan yetkazgan tamiz bo'lishi kerak. Ya mufdaddan yetkazgan ya fa'ildan yetkazgan tamiz bo'lsa, uni ma'nan fa'il deb qaraymiz. Masalan, tib nafsan. Sen nafs tarafdan pak bo'lg'in debdi. Endi mishalam tib senin nefsin pak bolsun demekçi esliyet. Asli tabe nefsuke senin nefsin pak boldi degen o'xshash. Tabet nefsuhu degan ma'noda bu tib nefsin aşan chiqqan so'z. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lamiz temizliğin ameli din temizlik ilgiri keltirishga bo'lamdi bo'lmamdi. Yani temizlik oldida keltirishga bo'lamdi bo'lmamdi degan haqida to'xtalamiz. Amilet temiz qaddim mutlaqa vel fi'lu tasrif nazaran subiqa. Temizliğin amelini mutlak temizlikten ilgiri keltiradi. Yani temizliğin amelini ilgiri kelmaydi. Temizlik amelinin bo'ldi, biz bunu deb bulduk. Endi temizlik ameli fi'l mutasarrif az holatda ilgiri qilindi. Agar temizlik ameli fi'l mutasarrif bo'lgan bo'lsa, bu joyda qisman holatda temiz bu amel bo'lgan fi'l mutasarrifning bir qisman vaqtlarda ilgiri bo'lib kelalaydi. Hepimizni xulosalasak, temiz odatda mufrat babı temiz mufrat sahasida uning amili chuqur ya adat ulutdi yoki masahat yoki vazni ya kamchil ismlar o'tdi. Bu joyda temizni ilgiri keltirishga qat'an bo'lmaydi. Ammo temizin nisbat babidan kelgan vaqtimizda temiz nisbat bo'lganda amili fil mutasarrif egisi bo'lgan fil mutasarrif bo'lib qolgan bo'lsa, bu joyda temizni oldiga keltirsak bo'ladi. Bu misol qolgan har qanday holatda temizni amildan burun keltirishga bo'lmaydi. Endi shu mutasarrif bo'lganda azroq ilgiri kelgan yerlar bor. Masalan, tabizaydun nafsan tabizaydun deb kelsa durust, lekin bundoq qilishi bak az demakchi. Ammo undan boshqa yerlarda, masalan, ma ahsana sadiqu xulqan, bu do'st nimagan chiroyli axloq tarafdan xulqan tamiz bo'ldi. Endi mushu xulqanni oldiga keltirishga bo'lamdi desa, bo'lmaydi. Chunki bir ta'ajjub
Fil mutasarrif babidan emas. Şuna o'xshash. Mana bu bizningki tamiz haqidagi darsimiz shuni bilan oxirlashdi. Kimki darsimiz huruful jar haqida bo'ladi. Bugungi darsimiz shu to'xtadik. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.